taklif havolasi bilan qolganlarini taklif qilib turaman. Bo'ldi, boshladim bo'lmasa. Ovozim boryapti, ekran ko'rinyapti. Ovozingiz kelyapti. Kompyuteringizda ekran juda chiroyli ko'rinyapti aka. Yangi kompyuter ekanda. Yashang. Xo'p, bo'lmasa boshladim. Xo'p aka, yozib olishni qo'shdingiz. Qizil yondim endi. Bosavering aka. Bo'ldi. Xo'p, demak, qush crossover genlarning birikkan holatda irsilanishi. Demak, birikkan holatda irsilanishni Morgan hamda uni shogirdlari drozofila meva pashshasida o'rganishgan. Xo'p, demak, qarang, kulrang tana normal qanotli drozofila meva pashshasi dominant holatda, qoramtir tana kalta qanotli drozofila meva pashshasi esa retsessiv holatda irsiylanadi. Ana endi bu ikki organizmni o'zaro chatishtiradigan bo'lsak, qarang. Avtosomaga birikkan holatda, demak, kulrang tana normal qanot, qoramtir tana kalta qanot. Ana endi bu yerda bir narsani tushunishimiz kerakki, birikkan holatda irsilanish ikki xil bo'ladi. Ya'ni erkak organizmda va urg'ochi organizmda farq qilishi mumkin. Demak, urg'ochi organizmda genlarni birikishi ikki xil. Birinchisi, genlar to'liq, ikkinchi holati genlari chala birikadi. Chala birikadi. Erkak organizmda esa genlar faqat to'liq birikadi. Drozofila meva pashshasida. Ya'ni erkaklarida crossover kuzatilmaydi. Urg'ochi organizmda crossover borligi sababli ham chala birikish kuzatiladi. Endi bu yerda gametani qanday olamiz? Gametani olishimizda to'liq birikkan holatda gametalar bir xil tushadi, ya'ni katta A va katta B holatda tushadi. Crossoverga uchramagan holatda. Chala birikish bo'ladigan bo'lsa, gametalarni meyoz bo'linish profaza 1 davrida o'xshash qismlarni o'zaro almashinishi kuzatiladi. Ya'ni mana bu gen bilan. Endi buni hozir umumiy holatda oladigan bo'lsak, baribir bir xil chiqib qoladi. Lekin heterozigotalarda bular o'zgaradi. Ya'ni qanday bo'ladi? Katta A, katta B va kichik A, kichik B. Diheterozigota kulrang tanali normal qanotli drozofila meva pashshasi. Ana endi bu yerda to'liq birikishdan mana bu gametani bitta hosil qilamiz va ikkinchi gameta mana bu bo'ladi. Bu ikkalasi ham to'liq birikkan holatdagi gametalar. Ana endi mana shu urg'ochi organizmda chala birikkanda hosil bo'lgan gametalar crossoverga uchragani bo'ladi. Ya'ni mana bu holat. Bu holatda gametalar katta A va kichik B o'zaro uchrashib qoladi. Kichik A bilan katta B o'zaro uchrashib qoladi. Aslida to'liq birikkan bo'lganda edi crossover kuzatilmasa, faqatgina mana bu ikkita gameta chiqishi kerak xolos. Chala birikish bo'lgani hisobiga mana bu ikki gameta hosil bo'ladi. Bu drozofila meva pashshasining urg'ochisida kuzatiladi. Erkaklarida agar xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, faqat mana bu ikkita gameta hosil bo'ladi xolos. Demak, to'liq birikish deganda faqat no crossoverdan hosil bo'lgan gametalar, to'liq va chala birikish bo'lganda ham no crossover, ham crossover gametalar hosil bo'ladi. Bu oddiy ikki juft belgini birikishidan hosil bo'lgan gametalar. Ana endi biz siz bilan 3 juft belgi bo'yicha umumiy gametalarni hosil qilishni o'rganamiz. Xo'p, qarang, 3 juft belgi bo'yicha katta A, katta B, katta D deb olaylik. Bu holatda ham katta A, katta B, katta D. Bu organizm o'zaro chatishtirilyapti retsessiv allellari bilan. Ya'ni kichik A, kichik B, kichik D holatda. Kichik A, kichik B, kichik D holatda. Demak, 3 juft belgi bo'yicha birikkan holda irsilanish. Bu yerda crossover kuzatilgan taqdirda ham gametalar bir xil chiqadi. Endi bu yerdan gameta olishda mana bular baribir qisqarib ketadi. Bitta gameta chiqadi xolos. Mana bu ona organizmdan A, B, D gameta, ota organizmdan A, B,
D gameti hosil bo'ladi. Va yakunda F1 avlod trigeterozigota bo'ladi. Katta A, kichik A, katta B, kichik B, katta D va kichik D holatda. Ana endi qo'sh crossover yuzasidan masalalar tushganda bu olingan F1 avlod tahliliy chatishtirishga uchratiladi. Ya'ni kichik A, kichik A, kichik B, kichik B, kichik D, kichik D. Tahliliy chatishtirish nima maqsadda o'tkaziladi? Tahliliy chatishtirish uchun olingan ota yoki onani gomo yoki heterozigot ekanligini bilish maqsadida uni retsessiv organizm bilan, ya'ni retsessiv gomozigot organizm bilan o'zaro chatishtirish amalga oshiriladi. Mana shu tahliliy chatishtirish deyiladi. Endi bu yerda F1 avlod umumiy chatishtirilyapti tahliliy. Endi bu yerda sizga gamet olishni o'rgatadi. Ya'ni mana bu organizmni to'liq holatda yozib olamiz. Birinchi katta A, katta B, katta D, kichik A, kichik B, kichik D holatda. Bu yerda 4 xil gametni hosil qilamiz. Birinchisi no crossover gametalar. No crossover gametalar to'liq holatda olinadi. Ya'ni katta A, katta B, katta D bu birinchi gameta, ikkinchisi kichik A, kichik B, kichik D ikkinchi gameta. Mana bu endi no crossoverdan hosil bo'lgan gameta. Endi ikkinchisi A va B genlar o'rtasidagi yakka crossing over. Demak, A va B genlar o'rtasida yakka crossing over. Bu qanday olinadi? A va B o'rtasida yakka crossing over qarang. Pastga olasiz, A dan B ga qarab pastga olasiz. Ana endi qarang. Katta A, kichik B, kichik D. Endi ikkinchi hosil bo'lgan gameta kichik A, katta B, katta D. Bu A va B genlar orasidagi yakka crossing overdan hosil bo'lgan gametalar. Keyingisi B va D genlar o'rtasida yakka crossing over. Demak, B va D genlar o'rtasida yakka crossing overdan hosil bo'lgan gameta. Tushunishingiz uchun buni yana bir marta yozib olaman. A, B, D genlar hamda A, B, D gen. Xo'p, B va D genlar o'rtasida yakka crossing over mana bu holatda olinadi. Aynan mana bu holat. Endi buni qanday yozib olamiz? Gametasini qarang. Katta A, katta B, kichik D bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bundoq kelasiz. Katta A ni, katta B ni olasiz va kichik D ni olasiz. Ikkinchi tomonida kichik A, kichik B va katta D ni olasiz. Bu B va D genlar orasidagi yakka crossing over hisoblanadi. Ana endi qo'sh crossing over. Qo'sh crossing over. Qo'sh crossing over. Buni ham alohida yozib tushuntiraman. B gen, A gen, B gen va D genlar. Qo'sh crossing over qanday olinadi? A gen va B gen o'rtasidagi yakka crossing over, B va D gen o'rtasidagi yakka crossing over. Bu yerda ham xuddi shu holat. Mana bu holatdagisi endi qo'sh crossing over bo'ladi. Mana bunisi B va D gen o'rtasida, mana bunisi A va B gen o'rtasida. To'g'ridan to'g'ri tushib keladigan bo'lsa, bu no crossover gametalar bo'lib qoladi. Xo'p, bundan gameta olish qanday? A gen, kichik B gen va katta D gen. Ikkinchi hosil bo'lgan gametasi kichik A gen, katta B gen hamda kichik D gen. Bu qo'sh crossing overdan hosil bo'lgan gametalar hisoblanadi. Mana shu yergacha hamma tushundimi? Gameta olishni. Tushunib oldingiz, a? Ana endi davom etamiz. Xo'p. Tasavvur qiling, bu yerda sizga nazariy crossing overni topish kerak.
nazariy krasnogo'rni topish uchun nima qilamiz? Xo'p, A dan B gacha bo'lgan masofa bor va B dan D gacha bo'lgan masofa bor. Xo'p, A dan B gacha masofa 20 marganida, B dan D gacha masofa 30 marganida deb berilsa, endi biz nazariy krasnogo'rni topishimiz kerak. Nazariy qo'sh krasnogo'rni topish uchun A va B gen orasidagi masofani ko'paytiramiz B va D gen o'rtasidagi masofaga. Shunda nazariy qo'sh krasnogo'rni topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda A va B gen orasidagi masofa 20 edi. Endi buni ulushga o'tib olsangiz sizga osonroq bo'ladi. Ya'ni mana 20 marganida 20% degani, uni 100% ga bo'lib olsangiz ulushga o'tib olasiz. 0,2 ko'paytirilgan 0,3 teng. 0,2 ni 0,3 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 0,06. 0,06. Endi buni 100 ga ko'paytirib olsangiz 6 marganidaga teng bo'ladi. Demak, nazariy qo'sh krasnogo'r nechaga teng ekan? 6 marganida. Endi mana shu 6 marganidani har bir gametaga bo'lib olish uchun 2 ga bo'lib olsak, har bir hosil bo'lgan gameta 3 marganida. Ya'ni mana bu 3 marganidaga teng, mana bu ham 3 marganidaga teng bo'ladi. Xo'p, B va D genlar o'rtasida yakka krasnogo'r, A va B genlar orasida yakka krasnogo'rlarni qanday topib olamiz? Xo'p, A va B gen o'rtasida yakka krasnogo'rni topish uchun, demak, A va B gen o'rtasida yakka krasnogo'rni topish uchun avval qarang, 20 marganida bor A va B o'rtasida. Endi mana bu yerda qo'sh krasnogo'r ham bor-da, qarang. A va B o'rtasida va A va B o'rtasida yakka krasnogo'r ham bor. Shuning uchun mana bu yerda ham qo'sh krasnogo'r bor, ham yakka krasnogo'r bor. Bundan qo'sh krasnogo'rni ayirib tashlaysiz. Ya'ni 6 marganida qo'sh krasnogo'r bor. Buni ayirib tashlaydigan bo'lsak, demak, umumiy 14 marganida bu A va B genlar o'rtasidagi yakka krasnogo'rga tegishli bo'ladi. Buni bo'lamiz 2 ga. 2 ga bo'lsak, har biri gametasi 7 marganidadanga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu 7 marganida, mana bu ham 7 marganida. Endi B va D genlar orasidagi yakka krasnogo'rni topishimiz kerak. B va D genlar orasida yakka krasnogo'rni topish uchun nima qilamiz? Xuddi shu holat. Ya'ni buniki endi 30 marganida edi. Bundan 6 marganidani ayirib tashlaymiz. Bu yerda ham qo'sh krasnogo'r bor, yakka krasnogo'r bor. Ayirib tashlasak 24 marganida bo'ladi. Buni bo'lamiz 2 ga teng. Har bir gameta 12 marganidaga teng bo'ladi. 12, bu ham 12. Ana endi umumiy biz nokrossoverlarni qanday qilib topib olamiz? Nokrossoverlarni qanday topamiz? Xo'p. Nokrossoverlar. Nokrossoverlarni topish uchun umumiy barcha hosil bo'lgan organizm 100% bo'ladi. Bundan ayirib tashlaymiz. Yakka krasnogo'r necha edi? A va B o'rtasida 14 marganida. 14 marganida va plus bunga 24 marganida B va D gen orasidagi masofa 24 va plus 6 marganida qo'sh krasnogo'r. Avval mana bularni qo'shib 100 dan ayirsak, nokrossover gametalar kelib chiqadi. Ayirib tashlasak, demak 20, xo'p, 44. Demak, nokrossoverlar 56 marganidaga teng bo'ladi. Va ularni 2 ga bo'lsak, har bir gametasi 28 marganidadan bo'ladi. Nokrossoverlar mana bular 28 marganida, mana bu ham 28 marganidaga teng. Demak, hamma mana shu yergacha tushundimi?
Ustoz, qarang, 20 bilan 30 ni qayerdan oldingiz? Shu yerga tushunmay qoldim-da. Buni hozir men taxminan masalani shartida o'zi aslida beriladi. Taxminan sizga tushuntirish maqsadida bu sonlarni hozir tanlab oldim siz uchun. Tushunishingiz uchun. Masalani shartida beriladi. Biz hozir masala ishlamayapmiz. Lekin mana shu holatda ketadi deb sizga tushuntirib ketyapman. Assalomu alaykum ustoz. Ovoz Assalomu uzilib alaykum. qoldi-da. Uncha bilmay qoldim. Qarang, 0,2 bilan 0,3 ko'paytirilgandan keyin 0,106 chiqdi-ku, o'sha nima uchun 100 ga ko'paytirdingiz? O'sha yerda o'chib qoldi-da svязь. Ha, qarang. O'zi 20 marganida degani, bu degani 20% ga teng deganimi? Mhm. Xo'p, 20% ga teng ekan. Endi 20% ni umumiy 100 ga bo'lib olsangiz, 100% ga bo'lib olsangiz, ulushga o'tgan bo'lasizmi? 0,2 ga Mhm. ulush bo'lib qoladi-da. Ulush bo'lib qoladi. Endi mana bu yerda 20 ni 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsam ham bo'lardi. Mana bundoq qilib, nazariy qo'shib krassingoverni topish uchun 20 ko'paytirilgan 30, ya'ni orasidagi masofa va taqsim 100 qilsangiz, baribir o'sha 6 marganida chiqadi. Hmm. Faqat 0,2 ga 0,3 ga kichikroq son qilib oldimda, keyin uni 100 ga ko'paytirib qo'ydim. Bo'ldi, Shu. tushunarli. Xo'p. Kimda savollar bor? Kim qayeriga tushunmadi? Savolingiz bo'lsa, bemalol. Hozir bitta masala ko'rib chiqamiz. Allo, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. O'sha gameta olayotganimizda tayoqchaga qo'yib gameta olmayapmiz. Men shunga tushunmadim-da. Boshdan ko'rolmay qoldim. Lekin shunday bo'lsa ham qarang. yozganda ham Mana bu gametalarda tayoqcha bor deb hisoblang. Mana har bir gametada tayoqcha bor deb hisoblang. Faqat mana bunaqasiga yozib qo'ydim-da, sizga joy tejash maqsadida yozdim bu narsani. Mana har birida tayoqchasi bor. Mana bunaqasiga yozganimda sig'may qolardi-da. Mana masalan, birinchi no crossoverlarni mana bundoq yozsak bo'lardi, mana qarang. Xo'p, A, B, D qilib. Bundoq qilib yozsak bo'laveradi. Ko'rinyaptimi ekran yozayotganim? ha, shunday qilib yozsak bo'ladi, shundaymi? Ha, shunday qilib yozsak bo'ladi. Faqat siz bizga osonroq bo'lishi uchun buni tayoqchasini chizmadim-da, A, B, D. Keyingisi ham A, B, D qilib yozib qo'ya qoldim. Bilan o'sha 2 ning darajasiga qo'yib gametani topib olardik-ku, shunda ham bunda masalan 3 ta heterozigota bo'lganda, shu 2 ning 3-chi darajasiga qo'yib topib olsak bo'ladimi shunda? Yo'q, bunday qila olmaysizlar. Nimagarki bu yerda qarang, ham no crossover gametalar bor. A va B o'rtasida yakka crossover. B va D gen o'rtasida yakka crossover va qo'sh crossover bor-da. Darajaga ko'tarsangiz xato chiqadi-ku. Tushunarli. Xo'p, savollar bormi? Savolingiz bo'lsa bemalol. Agar savollar bo'lmasa, bitta masala ko'ramiz shunga oid. Bitta masalada umumiy hammasini ko'rib chiqamiz. Interferensiya koeffitsiyenti, konsidensiya koeffitsiyenti, amaliy qo'sh crossover, nazariy qo'sh crossover, ota-onani topish, hammasini bitta masalaning ichida ko'rib chiqamiz hozir. Agar savollar bo'lmasa boshladik.
Demak, savollar yo'q, a? Aka, hozir mana mikrofonlarni ochyapman hammasida. Savollar bo'ladigan bo'lsa beradi. Mikrofonlarni ochib turibman o'zim. Reklamani hamma joyga berdim hozir. Endi ko'payyapti aka, chatda ham odam. Bo'ldi. Savollar bo'lsa mana bemalol. Xo'p, mikrofonga ovoz so'raganni hammasiga ovoz ochdim aka. Keyin masala boshlasangiz ham bo'ladi, hammaga ochib qo'ydim. Bo'ldi. Savol bir 2 daqiqa kutaylik, savollar bo'lsa berishadi, keyin masalaga o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, sizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Rahmat. Habibullo ustoz, boyagi savol javobini oldi. Qaysi savol? Siz savol tashladingiz guruhga. Anu aeroboxda nisbati xavfi. Aha, Behruzbek. Hozir qo'shqir singorni muhokama qilaylik, keyin buni aniq o'zim bitta chat yoki video qilib jo'nataman. Xo'p. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol bersalaringiz bo'ladi. Ustoz javob beradi, keyin yana masalalar bilan misollarni to'liq tushuntirib ketaveradi. O'rtada uzilib qoldi-yu. Ustoz videosi qoladimi? Kech kirdik-da. Videosini kanalda o'ziga joylab beramiz. Muammosi yo'q. Video kanalga joylanadi. Video sifatida olinyapti hozir, zapis yozilyapti. Keyin ko'pchilikda uzilib qoldi deyilyapti. Uzilgani yo'q. O'zlaringizda internet yaxshi bo'lmay qoldi. Menda uzilgani yo'q lekin. Aha, rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, bo'lmasa masalani boshlayveramiz-a? Boshlasangiz ham bo'ladi aka. Bitta masala bilan, misol bilan birdaniga to'liq tushuntirib bersangiz. Xudo xolasa. Bo'lmasa masalani boshladik. Masala quyidagicha. Hamma masalani o'qib tushunib olsin avval. Nima bo'lyapti, qanday holatda. Xo'p, mana shu masalani o'zida taxminan 1 soatdan oshiq vaqtimiz ketishi mumkin, lekin Krasingo'rga oid hamma narsani tushunib olasiz mana shuning ichida. Boshladim. Barcha genlari gamozigota bo'lgan ota-onaning chatishtirilishi natijasida F1 avlodda trigeterozigota organizm olindi. Demak, trigeterozigota organizm olindi. F1 organizmlarni tahliliy chatishtirish natijasida quyidagilarni aniqlang deyilgan. Jadvalda olingan organizmlar genotipi va soni keltirilgan. Demak, organizmlarning genotipi, organizmlarning mana bu soni. Endi yana bir narsani aytib o'tib ketay shu yerda. Mana bu dominant genlarning o'rnida plus ishorasi bilan kelishi ham mumkin, a? Xo'p, hozir masalada yozib tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi shart, dastlabki ota-onaning genotipini aniqlang. Ikkinchisi, genlarning xromosomada joylashish tartibini ko'rsating. Uchinchisi, qo'sh krasingor foizini toping. To'rtinchisi, nokrassover organizmlar necha foiz ekanligini aniqlang. Beshinchisi, A va B genlar va B va D genlar orasidagi masofani aniqlang. Koinsidensiya koeffitsiyentini toping va interferensiya bor yoki yo'qligini toping, ya'ni aniqlang. Umumiy 7 ta shartimiz bor. Bundan ortiqcha narsa tushmaydi. Maksimal darajada bu bir tomonlama krassingor bo'lyapti, ikki tomonlama emas. Demak, masalani ishlashni boshlaymiz. Bir narsani tushuningki, ota-onani biz birinchi xohlaganimizcha yozib olishimiz mumkin. Mana masalan, mana bu organizmni olish uchun ona organizmni hop, mana bunday yozishimiz mumkin. Katta A, katta B hamda katta D qilib yozishimiz mumkin va buni ham katta A, katta B, katta D holatda buni chatishtiryapmiz. Katta, kichik va kichik retsessiv organizm bilan. Bu yerda F1 qanday chiqadi?
F1 qarang. Mana bu gameta va mana bu gameta o'zaro qo'shiladi. F1 ning hammasi shunda trigeterozigota chiqadi. F1 organizmlar. Ya'ni hop, katta A, kichik a, katta B, kichik b, katta D, kichik D holatida chiqadi. Ikki tomonga yoy bosmadim, sig'may qolishi mumkin. Endi biz bu yerda birinchi shartni qarang, dastlabki ota-onani genotipini aniqlang deyilyapti. Dastlabki ota-ona genotipini aniqlash uchun nima qilamiz? Dastlabki ota-onani genotipini aniqlash uchun mana bu jadvalga qaraysiz. Jadvalda eng ko'pi har doim mana 410, 420 bu nokrossoverdan hosil bo'lgan gametalar. Ya'ni nokrossoverda to'g'ridan-to'g'ri ota yoki onadan olinadi, mana nokrossover gametalar. Shuning uchun bular eng ko'p hosil qiladi. Demak, qarang, mana buni birinchisi 410 talik qanday holatda ekan? 410 talikni qarang. Katta A, hop, kichik B, kichik D holatida. Buni alleli qarang, jufti. Kichik A, katta B, katta D holatida bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ota-onani qanday topib olish kerak? Endi bundan nokrossover gametalarni olganingizda xuddi mana bu 410 talik hamda 420 talik kelib chiqadi. Mana bu ikkinchilar, mana bularga ahamiyat bermang. Chunki tahliliy chachishtirilganda hammasi baribir bir xil chiqadi. Mana bu gameta, ikkinchi organizm, mana bundan boshqa gameta chiqmaydi. Ota-onani siz mana bunda yozib olishingiz ham mumkin, lekin yakunda masalangiz xato chiqadi-da. Ota-onani topishning eng oson yo'li nokrossover gametalarni topib olish kerak. Ya'ni nokrossoverdan hosil bo'lgan organizmlarning sonini. Eng ko'p har doim kim bo'lar ekan? Nokrossoverlar bo'lar ekan. Mana aynan ota-ona mana shu holatda ekan. Shuni oldingiz-a? Krasnover Savol degani berishmadi. shu krasnoverga uchramagan degani, to'g'rimi? Nokrossingover degani krassingoverga uchramagan degani. Krassingover degani krassingoverga uchragan gametalar degani. Ota-onadan mana bu gametalar hosil bo'lishi kerak ekan-a? Savollar yo'qmi shu yerda hozir? Shu yerda bitta savol tug'ilib qoldi. Masalan, 420 ni olsak ham bo'lardi-ku, 410 dan ko'p son-ku shu 420 masalan. Biz hozir ikkalasini ham oldik. Mana qarang. Mana bunisi, mana bu gameta 410 ta, mana bunisi 420 ta. Ikkalasi ham. Siz Bitta bir narsaga organizm e'tibor bermayapsiz. shuni Hop, bitta organizm deyapsizmi? Bitta organizm. Bu hozir kimligini savol berishingizni kutib turibman. Ota-ona desam hech kim hech narsa demayapti. Bu F1 bu. F1dagi organizm, u keyin yana chachishtirilgan. Qarang. Kichik A, kichik B, kichik D. Tahliliy chachishtiriladi endi bu. Bu organizm tahliliy chachishtiriladi. Kichik A, kichik B, kichik D bilan. Mana bu F1 dan hosil bo'lgan organizm. Buni ota-onasini so'ragan bizdan. Men buni ota-ona desam hech kim savol bermadi hozir. Qarang, mana bu gametani u onadan olgan. Mana bu gametalarni u otadan olgan. Keyin F1 paydo bo'lgan. Demak, xulosa ona organizmni gametalari katta A, kichik b, kichik b, kichik d, kichik d bo'lgan. U o'zaro chachishtirilgan. Kichik A, katta B, katta B, katta D, katta D. Mana bu otaniki bo'lgan endi mana gameta. Mana bu onani umumiy genotipi bo'lgan. Ikkalasidan keyin mana bu F1 dunyoga kelgan. Endi tushunyapsizmi? Ha, tushunarli.
Endi qarang, mana bu 410 bilan 420 ni nimaga olganini tushuntiraman, keyin yana boshqatdan boshlayman. Qarang. Mana bundan nokrasivor gameta oladigan bo'lsam, katta A, katta B, kichik D olaman bitta, ha? Va ikkinchisini olaman mana buni. Kichik A, katta B, katta D ni olaman. Bu ikkinchisi nokrasivor gameta. Endi mana bu F1 o'zaro tahliliy chatishtirilgan bu yerda. Bundan gameta faqat bitta chiqadi. Chunki bir xil-ku. Kichik A, kichik B, kichik D. Endi qarab turing. Jadvaldagi 410 ni qarang, qayerdan kelib qoldi. Mana bu bilan borganda, qarang. Katta A, ha? Kichik B, kichik D. Endi mana bu yerga bundoq qo'yapti, mana unikini yozib beryapti. Kichik A, kichik B, kichik D deb. Keyin to'g'risidagi raqamda 410 turibdi. Endi mana bu bilan boryapti-da. Ikkinchi organizm. Kichik A, katta B, katta D turibdi-da, yana bundoq qilib kichik A, kichik B, kichik D qilib ajratib qo'yganman. Bu endi 420 ta chiqyapti. Siz mana bu yerga e'tibor bermayapsiz. Mana bu gameta deyapsiz. Bu gameta emas, organizmlar soni bular. Mana bu tahliliy chatishtirilgandagi mana bu organizmdan hosil bo'lgan gametalar, mana bu bittasi mana bu yerdan kelib qoldi gameta. Ikkinchi gameta mana bu yerdan kelib qoldi. Organizmimizda 410 ham keldi ko'rsatma shundan. bor. Xo'p, noldan boshlayman ha bo'lmasa. Ona organizmini Yaxshisi. hozir qarang mana ustoz. Assalomu alaykum. Nokros deydi. Mana nokrosga uchragan katta A, kichik B, kichik D. Aha. Bular aniq nokros. Shuni hozir gameta olinayotganda kichik A, katta B, katta D deyapsiz. Krasyungerga uchramadimi hozir bular shunda? Yo'q, Joy yo'q. almashyapti-ku. Yo'q, umuman joy almashgan yo'q-ku. Endi katta B, katta D bo'lib turadi-ku. Boyaga ko'rsatgan holatingizda ham. Shunga nisbatan Yo, so'radim. u ana shunday yozib olsak ham bo'ladi. Lekin bizni mana bu yerdagi jadvaldagi raqamlarga mos kelmaydi, mana bu organizmlarga mos kelmaydi. Shuning uchun biz birinchi shartda nima deyapti? Dastlabki ota-ona genotipini aniqlang deyapti. Tushunarli. Mana qarang, boshqatdan tushuntiraman hammaga. Xo'p. Mana bu yashilda yozilganlar hammasi, yashildagilar tahliliy chatishtirishdagi organizm bor-ku, retsessiv. Ana shundagi gametalar. Mana bu qoradagi gametalar, bular F1 dan hosil bo'lgan gametalar. F1dagi. Endi mana shu F1 da hosil bo'lgan organizmni ota-onasini topishimiz kerak biz. Mana bular, qarang, mana bu va shu hammasi F1 olinganki ota-onani chatishtirgandan keyin, masalan, ona hamda ota o'zaro chatishtiriladi, undan gameta hosil bo'lib F1 bo'ladi. F1 ni o'zaro yana tahliliy chatishtirasiz. Tahliliy chatishtirgandagi gametalar yashilda yozilganlar, mana bu qorada yozilganlar, mana bu F1 ni gametalar. Endi mana shu F1 ni otasini va onasini topishimiz kerak biz. F1 ni ota-onasini topish uchun eng zo'r yo'l nokrasingoverdan hosil bo'lgan organizmlarni topish kerak. Qarang. Ketdik. 410 ta va 420 ta. F1 ni topyapman. F1 ga qarab, keyin uni ota-onasini topamiz. 410 ni yozib olaman, gametasini qarang. A, ha? Mana bu gametani yozyapman. 410 niki chizdim mana qarang. Xo'p. Kichik B, kichik D. Bir tomondan kelgan nokrasingoverni bir tomon gametasi bu. Ikkinchi tomonidan mana ikkinchi tomonni gametasini 420 taniki mana. Kichik A, katta B, katta D.
Mana bu F1 avlod ota-onadan hosil bo'lgan. Chunki mana bu yerda nima deyapti? Trigeterozigota organizm hosil bo'ldi, deyapti. Mana bu ham trigeterozigota. Genni kimdan dominant genni olganini qizig'i yo'q mana. Lekin baribir trigeterozigota. Mana bunda A katta, B katta, D katta. Farqi yo'q. Endi buni nima qilish kerak? Tahliliy chatishtirish kerak. Kichik A, kichik B, kichik D. Biz hali avlodlarga o'tganimiz yo'q. Biz ota-onani topishni boshladik. Endi birinchi shart B kichik D. Endi qarang. Bu aniq tahliliy chatishtirishdagi organizm. Mana buni ota-onasini topishimiz kerak. Buni ota-onasini topishimiz endi oson bo'ladi. Nega? Mana bu onadan kelgan gameta, mana bu otadan kelgan gameta. Chunki bir tomon onadan, bir tomon otadan kelyapti. Endi onadan hosil bo'lgan gametalar qanday bo'lgan? Qarang. Xo'p, onasi katta A, kichik B, kichik D bo'lgan. Ikkinchi tomon aynan shunday bo'lgan onada. Katta A, kichik B, kichik D. Mana bu ona mana. Endi buni otasi, chatishtirilgandagi otasi qanday bo'lgan? Otasi kichik A, katta B, katta D bo'lgan. Kichik A, katta B, katta D bo'lgan. Bir xil gameta chiqadi. Bu yerda har xil Krasingorga uchratsangiz ham baribir o'sha gametalar chiqadi. Uchratmasangiz ham baribir o'sha gametalar chiqadi. Mana buni ota-onasini genotipi demak qanday ekan? Buni tayoqchasiz yozsangiz ham bo'ladi, mamdoq qilib yozsangiz bo'ladi. Katta A, kichik B, kichik B, kichik D, kichik D, ona. Chatishtiryapmiz. Kichik A, katta B, katta B, katta D, katta D. Mana ota-onani genotipi. Birinchi shart bajarildi mana shu yerda. Hamma tushundimi shu yergacha? Ustoz, rahmat, tushundim. Xo'p. Ana endi ikkinchi shartni boshlaymiz. Ya'ni genlarning xromosomada joylashish tartibini ko'rsating. Mana bu shart. Genlar xromosomada qanday tartibda joylashadi? Genlar 3 xil tartibda joylashadi. 3 xil. Qarang, birinchisi A, B, D. Ikkinchisi B, A, D. Uchinchisi qarang. A, D, B. Bo'ldi, bundan ortiqchasi yo'q. Shunda ikkinchisi tartibda joylashgan bo'ladimi? Hozir mana shuni qanday topishni ko'rib chiqamiz-da. Mana bu F1 ni genlari mana qarang. A, B, D tartibda joylashganini deb yozib oldik biz, to'g'rimi? Endi A, B, D tartibda joylashganmi, B, A, D bo'lganmi, A, D, B bo'lganmi farqi yo'q. Baribir nima bo'lganda ham bu trigeterozigota bo'lib qoladi. Birinchisini yozib ko'ramiz. Demak, A, B, D. Genlarni qanday tartibda joylashganligini topish uchun qarang, mana bu tomonda hozir bitta o'chirib oling. Har doim qo'sh Krasingorga uchragan organizmlardan topib olamiz. Mana eng kami qo'sh Krasingorga uchragan bo'ladi 3 ta hamda 2 ta. Bu ikkalasi qo'sh Krasingordan hosil bo'lgan gametalar. Qo'sh Krasingorni olishni o'rgatdimi? Endi qarang. Xuddi shu tartibda genlarni yozib olamiz. Birinchi A, B, D tartibida. Biz tepada yozib qo'yganmiz. Buni qo'sh Krasingorga uchratib ko'ramiz. Qani, mana bu gametalar hosil bo'ladi. A, B, D mana. Qo'sh Krasingorga uchratyapmiz. Endi bundan gameta olib ko'raylikchi. Mana bu 3 talik bilan 2 talik chiqarmikin. Demak, hop, katta A, katta B, kichik D. Ikkinchisi kichik A, kichik B, katta D. Bormi shu? O'xshadimi? Qarang, katta A, katta banonga o'xshab qoldi-ku. Ikkinchisi
Hop, mana unga o'xshab qoldik-ku mana. Demak, genlar bu tartibda joylashmagan ekan. Genlarni endi BAD shaklida yozib olamiz ko'rinishida. BAD ko'rinishida yozib qo'yamiz. Qarang. Demak, kichik b, katta A, kichik d. Bir tomoni. Ikkinchi tomon. Katta B, kichik A, katta D. Endi buni qo'shib krasingovrga uchratamiz. Bundoq. Endi yozamiz qo'shib krasingor. Kichik b, kichik A, kichik D. Katta B, katta A, katta D. O'xshadimi? Ana undan 3 ta, ana undan 2 ta. Demak, genlar qanday tartibda joylashgan ekan? B, A, D tartibida joylashgan ekan. Demak, yana qaytaraman. Ota-onani topish uchun no-crossover organizmlardan foydalanamiz. Genlarni joylash tartibini topish uchun crossoverga uchragan organizmlardan foydalanamiz. Kim tushunmadi? Mana shu yergacha savollar bo'lsa bemalol. Mana shu kichik B, katta A, kichik D deb tayoqchalarga yozdingiz-ku, o'shani qayerdan oldingiz? Va mana unimi? Aha, o'shani. Mana qarang, mana bu yerdan oldim, mana F1dan. A, B, D. Faqat B, A, D qilib qo'y. B bilan A ni o'rni almashib qoldi. Genni joylash tartibi mana bundoq ekanda. Bundoq emas ekan. Mana bu ham xato ekan, mana bundoq joylashgan ekan. A, B, D deb tepada yozib oldik, ota-onani topib oldik. Mana bundan endi joylash tartibini topib oldik. Crossover bilan solishtirib topsam bo'ladimi? No-crossover bilan solishtirib topa olmaysiz-da. No-crossover bilan solishtirsangiz, mana bilan solishtirib topadigan bo'lsangiz, yo'q, no-crossoverdan genlarni joylash tartibini topa olmaysiz. Qanday topasiz? Hozir mana bundoq Shu eng mana katta bundoq o'sha yozib no qo'yishim. crossoverni olib, eng kichkina qo'sh crossoverni olib, qaysi gametalar o'rni almashgan bo'lsa, Quyib yozsangiz tushunarli bo'lyapti-da, bunday qilsangiz. Ustoz, men ham shu Hayır. usulda topgandimda, o'sha eng no-crossoverda eng ko'pi bilan eng kamini qo'yib Ha, turib, shunday. qaysiga almashganini qo'ysa osonroq topilardi. Shunday osonroq topiladi-da. Uni chachiktirib O'sha yurish no shart. crossover ustoz, no crossover bilan eng kichkina Mhm. o'sha qo'sh crossover gametalarini solishtirib ko'rib, qaysi genlar o'rni almashgan bo'lsa, o'sha almashgan gen o'rtada turadi deb ko'ruvdim-da. Hozir to'g'ri, sizni gapingiz to'g'ri. Men bu masalani bundoq qarab yozmasdan ham ushlashim mumkin. Faqat bu yerda noldan boshlaganlar bor. O'shaning uchun maydalab tushuntiryapman. Tushunyapsizmi? Ularga ham shu ma'qul kelsa kerak menimcha. Yo, endi buni mohiyatini tushunib olsa, kimdoq qarab topib ketaveradi biz. Mana ABD, bo'ldi, ABDni yozdimi? Ota-onani topdi. Bundoq qaraydi, qo'shib crossoverda, demak, qo'shib crossover aniq mana bundoq bo'ladi. Mana bitta A bo'lishi kerak, mana bitta B bo'lishi kerak, mana bitta D bo'lishi kerak. Bu tomoni teskari bo'lishi kerak. Ya'ni bunday bo'lishi kerak deydi-da. Mana bu yerda kichik B, mana bu yerda kichik A, mana bu yerda kichik D deydi. Bo'ldi, mana bunday qilib yozib o'tirish shart emas ularni. Faqat mantig'ini, ma'nosini tushunish uchun yozib tushuntiryapman. Menga faqat masala ishlashi muhim emas, mantiq, ma'nosini tushunishi muhim. Ozgina o'zgartirib qo'ysa topolmay qoladi. BADligini bildingiz? Qo'shib crossoverga qarab bildim.
Mana qo'sh krassingoverda eng kam gametalarni topasiz. Mana 3ta organizm. Qo'sh krassingover degani mana bu holatda gameta olish kerak degani. Bundoq qilib gameta oluvdim. Birinchi mana F1 ga qarang. Ruchka borgan joyga. Kichik A, kichik B, katta D chiqdi. Bu organizm qayerda turibdi? Kichik A, kichik B, katta D. Mana 52 talikda turibdi-da. Qo'sh krassingover emas, bu yakka krassingover-ku. Demak, ota-onaning geni A, B da joylashmagan. Xo'p, topib oldingiz-a? Genlarni xromosomada joylashish tartibini ko'rsating deyilyapti. Demak, B, A, D holatda joylashgan ekan. Xo'p, endi mana buni aynan o'sha tartibda yozib olamiz. Demak, B, A, hop, D. Katta B, kichik A, katta D. Demak, genlar mana bu tartibda joylashgan ekan. Qo'sh krassingover foizini toping deyilyapti. Qo'sh krassingover foizini topish oson. Mana bu jadvaldagi hamma organizmni hisoblab chiqasiz. Organizmni hammasini hisoblab chiqasizda, umumiy eng kami 3ta, 2ta, 5ta ekan. Hisoblab chiqsangiz, umumiy 1000 ta organizm bor bu yerda va 1000 tasi 100% bo'ladi. Mana bu 5 tasi necha foiz bo'ladi? X teng. Demak, bu yerda 0,5 marganidaga teng ekan. Qo'sh krassingover demak 0,5 ga teng. Ota-onaning genlari B, hop, B, A, D va allellari B, A, D tartibda joylashgan ekan. Xo'p, nokrassingover organizmda necha foiz ekanligini aniqlang. Nokrassingover organizmlar necha foiz ekanligini topish uchun nima qilamiz? Hop, Krassingoverni ayirib tashlang. krassingoverda ayirmaymiz. Bu ham oson. Qarang, eng oson yo'li. Ikkalasi nokrassingovermidi? 830 tamidi? X teng qilasiz. 1000 tasi 100% deysiz. Demak, nokrassingoverlar 83 marganidaga teng ekan. Bu 83 ekan foizi. Nokrassingoverlar 83% ekan. Topib oldik-a buni ham. Ochib ko'ring. Kimnidir farzandi gapiryapti, iltimos mikrofonni o'chirib oling. Unda opang mikrofoni Hangisi? yonib Beshinchi. qolgan. Habibullo, iltimos ana shuni o'chirib oling. Hop, tushundim. Hamma bir martaga mikrofonni shunaqa o'chirsin, kimligini topib olamiz. Hamma o'chirsin, men ham o'chirib turaman. Kimniki yonib qolsa o'sha bo'ldi aka, davom etavering. Hamma yoqqa olaversin mikrofonni. Topdim aka. O'chirib qo'ydim. Yashang. Xo'p, demak, nokrassingoverlarni ham topib oldik. Endi mana bunisi A va B genlar va B va D genlar orasidagi masofani topishimiz kerak. Demak, birinchi qiladigan ishimiz B, ya'ni A va B gen o'rtasidagi yakka krassingoverni topamiz. Mana bundoq qilsak, A va B genlar o'rtasidagi yakka krassingover. Xo'p, B, A, D gameta, ikkinchisi B, A va D gameta. B va A o'rtasidagi. Mana bu organizmlar nechta? Kichik B, katta A, ya'ni kichik A, kichik B, katta D. Demak, bundan 52 ta ekan. Jadvaldan topyapman-a.
Keyingisi. A katta, B katta, kichik. Demak, bunisi 48 ta ekan. Mana bittasi, mana bunisi ikkinchisi. Endi A va B genlar orasidagi yakka Krasingorni topish uchun nima qilamiz? Ikkalasini Qo'shib qo'shamiz. umumiy organizmlar soni bo'lasiz. Bu 100 ta bo'ldi. 100 ta bo'ldi. Endi bunga qo'sh Krasingorni ham qo'shib olamiz. Plus 5 ta. Jami necha bo'ldi? 105 ta bo'ldi. Bunimiz x foiz bo'ladi. 1000 tamiz 100% bo'ladi. Shunda 10,5 ga teng bo'ldi. A va B o'rtasida topyapmiz hozir. Mana shuni yozib qo'ying. A va B o'rtasidagi yakka Krasingor. Keyingisi B va D genlar orasidagi masofa, B va D genlar orasi, B dan D gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Uning uchun biz A va D o'rtasini ham topib olishimiz kerak. A va D genlar orasidagi Krasingor mana chiziqni yo'qotishim kerak. Topmaydi. Men bundan boshqatdan yozib turib olib beraman sizga. B, A qo'sha organizmni yozib olyapman, adashib ketmasligingiz uchun. Qarang. Mana bundoq olamiz. A va D o'rtasida. Endi bu gametalarni yozib olamiz. Gameta qanday hosil bo'lyapti? Qarang. Kichik B, katta A va katta D. Keyingisi. Katta B, kichik A, kichik D. Bu organizmlar nechta? 3 ta. 35 ta turibdi-ku mana. 30 A ta, katta. 35 ta. 30 ta 35. 30 ta, 35 ta. 5 taga 30 ta. Qo'shsak nechta? 65 ta. 65. 5 ni 5 qo'shsak qo'shamiz. jami 70. 70 ta. Demak, 1000 tamiz 100% bo'ladi. X teng, demak 7 marganida bo'ladi. Demak, bu A va D gen o'rtasidagi yakka Krasingor bo'ldi. Endi umumiysini topish uchun nima qilamiz? Ya'ni Qo'shamiz ikkalasi. tasavvur qiling, mana B gen turibdi, A gen turibdi, D gen turibdi. B va A o'rtasida 10,5. Mana bu yerda 7. Ikkalasiniki 17,5 marganidaga teng. Demak, 5-savolni javobi 17,5 marganida. Hop, 6-savolga o'tamiz. Teparoq ko'taryapman. Koinsidensiya koeffitsiyentini toping. Koinsidensiya koeffitsiyenti Aka, birdaniga bitta savolga bir 10 talar shart so'ragan ekansizda. endi bittada hammasini tushuntirmoqchi bo'ldim, qo'ldan kelgancha. Xo'p, aka, rahmat. Davom etavering. Xo'p. Demak, koinsidensiya koeffitsiyentini topish uchun, ya'ni SK teng amaliy qo'sh Krasingoverni Nazariy. bo'lamiz nazariy qo'sh Krasingoverga. Bizda amaliy qo'sh Krasingor aniq 0,5, to'g'rimi? Lekin nazariyni topish uchun nima qilardik? Haligida o'rgatdim bundan oldin. Nazariy qo'sh Krasingorni topish uchun A va B o'rtasidagi masofani ko'paytiraman. Teskari yozib qo'ying. To'xtang, bizda genlar boshqacha joylashgan-ku. B va A va D. B va
A genlar orasidagi masofani ko'paytiramiz. A va D A va genlar D orasidagi masofaga. Hop, B va o'rtasi. bo'lamiz 100 ga. Hop. 10,5 ko'paygan 7 taqsim 100 teng. O'n butun 5 ko'paytirilgan 7 0,735 ekan. Demak, 0,735 bu nazariy qo'shib kresingover mana bu yerda. 0,735 bu nazariy qo'shib kresingover. Endi topadigan bo'lsak, 0,5 ni bo'lamiz 0,735 ga. 0,68 bu koinsidensiya koeffitsiyenti bo'ladi. Mana. Xo'p, keyingisi interferensiya bor yoki yo'qligini aniqlang. Interferensiya bor yoki yo'qligini aniqlash uchun nima qilamiz? Interferensiya topish uchun 1 minus koinsidensiya koeffitsiyenti. Bizda hop 1 edi, buni ayiramiz 0,68 ni ayirganimizda 0,32 demak interferensiya borligini bildiradi. Koinsidensiya koeffitsiyenti 0,68 ga teng, interferensiya 0,32 ga teng bo'ldi. Ya'ni interferensiya bormi bu yerda yo'qmi? Birdan kichkina son chiqdi. Yo'q. Yo'q deganimi? 0,32% o'xshamagan. Ya'ni amaliy bilan nazariy umumiy 0,32% ga o'xshamagan. Biz amaliyda qarang 0,5 edi. Nazariy jihatdan biz tahlil qilganimizda 0,735 chiqish kerak edi. Demak, bizning taxminimiz oqlanmadi. Interferensiya bor ekan, 0,32% o'xshamadi. Biz noto'g'ri tahlil qildik. 0,32% ga adashdik degan. Mana bu umumiy qo'sh Krasnogover mavzusi. Endi qo'ldan kelgancha harakat qildim sizga tushuntirishga. Noldan tushuntirishga harakat qildim. Qayerda agar tushunmovchilik bo'lsa, bemalol savollar bo'lsa beraverasiz. Ustoz, mana bu birda qayerdan oldingiz? Interferensiya bor yo'qligida. Bir bu doimiy son bu. Har doim birdan ayirasiz. Interferensiyada yoki foizda bo'ladigan bo'lsa, mana shu hozir 100 ga ko'paytirgan holatingizda oladigan bo'lsangiz 100 minus 68 qilishingiz kerak edi, 32% bo'ladi. Buni shu birdan ayirasiz. Birdan katta son chiqsa interferensiya bor deb olinadimi? Yo'q deb olinadimi? Yo'q, bir masalan 0 chiqadigan bo'lsa interferensiya yo'q bo'ladi. Nazariy ham, amaliy ham toshni chiqqan bo'ladi. Hech qanaqa farq yo'q bularning orasida bo'ladi. Katta chiqsa ham, kichik chiqsa ham masalan minusdan chiqishi mumkin, plyusdan chiqishi mumkin, u bor musbat bo'lishi mumkin, manfiy bo'lib qolishi mumkin-da. Faqat 0 ga teng bo'lganda yo'qmi? 0 ga teng bo'lganda interferensiya yo'q bo'ladi. Chunki amaliyimiz ham, nazariyimiz ham aytganimizdek chiqqan bo'ladimi? Tasavvur qiling, mana bu 1, mana bu yerda 0,5, mana bu nazariyimiz ham 0,5 bo'lsa, koinsidensiya koeffitsiyentimiz 1 chiqadimi? Birdan birda ayirsak 0 bo'ladimi? Interferensiya umuman yo'q bo'ladimi? Farq? Mana shunday. Ustoz, ana bu F1 avlodlarni olishga qiynalaman. Ozgina shuni tushuntiring. F1
If bir avlod mana bu yerdami? Mhm. Buni mavzusini tushuntirdim, hozir dars yozib oling-da. Ha. Kanalga Boshqa tashlanadi hammasi. bormi? Darsni video shaklida yozib oldik, tashlab qo'yamiz kanalga. Har bir tashlab qo'yadi o'zi. Rahmat. Mavzu bo'yicha savollar bo'lsa bemalol. Oxirdagi so'ralgan narsalar bor-ku, shu 6-7 so'ralgan narsalar, o'sha kitobda ham ma'lumotlar bormi, yo'qmi shu haqida? Faqat yoki masalan, Krasingover foizlari berilib ketilgan-ku nazariyada sal-sal. Mana shu bu qaysi kitobdan nimadir manbasi bormi? Qaysidir kitobda 6 bilan 7ning? Ya bu kitoblar maktab darsligida yo'q. Lekin attestatsiyada masalan sizlarga qo'shimcha adabiyotlar qo'shilgan-ku, masalan G'ofurova, yana bir nechta kitoblar bor. Shularda bor bu narsa. Konsistensiya, koeffitsient, interferensiya bor yoki yo'qligi, genetika kitoblari bor. Genetikasi bor. G'ofurova ayol emasdi aka, G'ofurov erkak edi. G'afur erkak odam. Uzr, ming bor uzr. G'afurovga bor ana shu narsalar. Ha, shu. Men nimasiga qaramabman-da, Habibullo uzr. Bor. Yosh chiqsi yo'q aka. Shu narsalarni hozir birinchi marta eshitib turishimda, shu kitob tugatganman, lekin mana oxirdagi 6 bilan 7ning nazariyasini bilmas ekanman. Mana bugun Aka, o'rganib keyin oldik. bitta fikr bor menda. Aha. Xo'p, attestatsiyaga tushishini mayli, yo'q, qoralab bo'lmaydi. Qo'shkira Singover kelishini sababi attestatsiyaga qatnashuvchi toifaga da'vogar insonlarning hammasi oliy ma'lumotli, oliy ta'lim darsliklarini barchasida G'afurovning kitobi o'tiladi. Albatta. Genetikada. Milliy sertifikatga tushishiga qanaqa qaraysiz? Qo'shkira Singover sababi milliy sertifikat, menda shunaqa tushuncha borki, buni men muhokamaga ham qo'yganman, repetitorlar guruhiga, ommaviy guruhlarga qo'ymaganman. Milliy sertifikatga topshiruvchilarning aksariyat qismi maktab bitirgan, ya'ni umumta'lim fanlarini o'zlashtirgan bolalar bo'ladi. Endi o'qituvchilarga milliy sertifikat xo'p, masalan, asosan oyligiga ustama sifatida qo'shiladi-yu, lekin bitta tomoni bor. Milliy sertifikatga, masalan, men o'zim ham milliy sertifikat olganman. Umumta'lim fanlarini bilish darajasi degan urg'u berib yozib qo'yibdi. Umumta'lim va oliy ta'lim fanlarini bilish darajasi demaganda, faqatgina umumta'lim fanlarini bilish darajasi degan. O'shanda masalan Qo'shkira Singover, penetrantlik va boshqa shunaqa umumta'lim fanlarida bo'lmagan ma'lumotlarning bo'lishiga qanaqa qaraysiz? 100% qarshiman. Negaki masalan davlat test markazi qanaqa xulosaga keladi men bilmadim bu narsani. Yo'q, ular qanday fikrlaydi, lekin hozirgi abituriyentlar uchun bu narsalar juda ham og'ir, to'g'ri. Masalan 100 ta boladan boringana 10 ta 15 tasi mana shuni o'rganib keta oladi, qobiliyatli, yoshligidan o'qib yurgan bo'lsa, lekin 9-sinfgacha o'rta darajada o'qib yurgan bola meditsinaga avvallari 1 yil, 1,5 yil tayyorlasa kirardi. Hozir 3 yil, 3,5 yil tayyorlanyapti mana shu narsalar orqasidan. Shunda o'shada masalan buni men ham qarshiman aka. O'shaning uchun men buni repetitorlar guruhiga qo'yganman-da, shuni hammamiz bir yoqadan bosh chiqaraylikdagi umum ta'lim fanlarini bilish darajasi degan milliy sertifikat beradigan bo'lsalaring, nega oliy ta'lim qo'shyapsizlar? Bu yerda ma'lumot oliy ta'lim darsliklaridan, shuni chiqarib tashlaylik degan menda fikr bo'lgan. Shuni o'rtaga tashlaganman repetitorlar guruhiga. Respublika bo'yicha repetitorlarning juda ko'pchiligi men tomonda bo'lgan. Juda, lekin 30% ham emas-da, 30% ham men tomonda bo'lmagan, lekin 70% shu Qo'shkira Singover, penetrantlik va shunga o'xshagan oliy ta'lim darsliklaridagi bor ma'lumotlarni xohlaydi.
Shunga hayronman. U masalan o'zi aslida bizga berilayotgan milliy sertifikatda umum ta'lim fanlarini bilish darajasi-ku. Shunaqa. Lekin o'sha qo'shilmaganlar, Habibullo, ular nima desam bo'ladi? Mana shu narsani ular ancha oldin o'rganib olganda, masalan, universitetda o'qib, hammasi baribir bitirgan bolalar yoki kattadir, bizdan kichkinadir, bilmayman. Universitetda zo'r o'rganib olgan, o'zlari yaxshi bilgani uchun men bolalarimni hammasiga 100% o'rgataman deb o'ylaydi. Lekin o'shalarni ham 100% bolasi bu narsani ishlay olmaydi. Lekin u tomoni ham bor. Ana shuning uchun ular lekin o'shalar o'ylamaydiki, mana bu maktabni bitirgan, maktab darajasida repetitorga bormaydigan, o'zi aslida davlat test markazi repetitorlarni umuman hisobga olmagan holatda test tuzish kerak. Aslida Bo'lmaydi-da. U yerda unaqa bo'lmaydi. Aka, mana men o'tgan yil emas, shu 2025-yil joriy yilni bahorgi attestatsiyada apellyatsiyaga borganman. Bir o'zim apellyatsiyaga bitta ayol o'qituvchi men bilan ergashgan, butun respublikaga men jar solganman, qora PR qilganman va boshqa qilganman, hammani chaqirganman, lekin bir kishi men bilan ergashdi. Qolganining hammasi telefonda orqasida ana she'r. Telefondan bu yoqqa chiqa olmaydi. Telefonda orqasida she'r bo'ldi. O'sha yerda masalan 2 kishi emasda bir 100 kishi borganda natija bo'lardi attestatsiyaga. Men o'sha yerga kirdim. Men kirdim o'sha yerga, apellyatsiya jarayoniga kirdim. Apellyatsiyaga men o'zim tanigan ikkita biologlar vaqtida 2023-yil noyabr oyi 2 yil oldin Toshkent shahar olimpiada bosqichiga 11-sinf biologiya olimpiadasida juri bo'lganmiz. Men ham shular bilan qo'shilib juri bo'lganman. O'sha biologlar apellyatsiyaga keldi. Ular ekspert sifatida keldi. Men talabgor sifatida bordim. Ko'rdik, o'sha yerda savollarni ko'ryapmiz, boshqasini ko'ryapmiz. Men nohaqliklarim naq 4 ta savolimda darslikda yo'q ma'lumotini isbotlab berdim ularga. Yaqqol isbotlab berdim. Mana savol yo'q. Bu rasm yo'q kitobda. Oliy ta'limda ham yo'q. Maktab darsligida ham yo'q deyapman. Sizlar faqat kitobga yopishib olasizlar, deyapti. Men aytdim, masalan, adabiyotlar ro'yxati bor. To'g'rimi? Attestatsiyaga adabiyotlar ro'yxati beriladi. Milliy sertifikatga ham adabiyotlar ro'yxati beriladi. O'sha adabiyotlar ro'yxatida bo'lmagan ma'lumotni o'qituvchi fol ochib biladimi? Sizlar qayerdan ma'lumot olishlaringni, internetdan ma'lumot olishlaringni biz fol ochaylikmi deganman. Urushib qo'yganman oxirida. Oxirida keyin xafagarchilik bo'lmasin, sizlarga sog' bo'linglar deb ketganman. Lekin o'sha yerda masalan o'tgan yili 100 ta biolog borganda bu yil natija bo'lardi. Savollar o'zgarardi. Albatta bo'lardi. Mana shu anovga ham, DTMga ham aytmoqchi bo'lganim, DTMga ham umum ta'lim fanlarini bilish darajasi bo'lsa. Ular aytadiki, biz faqatgina shuni o'zi bilan cheklanib qolsak, xalqaro olimpiadaga chiqa olmaymiz deydi. Xalqaro olimpiadaga hamma bola chiqmaydi. Hamma bola chiqmaydi. Ularda ichida o'zi boyagi nima deydi? Wunderkind deydimi? Inglizchasiga wunderkinglari bo'ladi. Ularni chiqarib olsindagi tarbiyalayversin o'shanaqa qiyiniga. Lekin xalqni bolasini biz noto'g'ri ketib qolmayapmizmi? Ularni bilganini biz o'rgataman deb. Ular bo'lmasa endi meni bu shaxsiy fikrim aka, bu hozir darsdan tashqari bo'lib ketdi. Lekin aslida mana shu qo'shkirchiga shu tomonlari bor. Buni hammaga muhokamaga qo'yish kerak o'zi aslida. Men shu safar milliy sertifikatga yana topshiraman. Xudo xohlasa, qo'shkirchingor masalasi tushsa yoki penetrantlik tushsa yoki boshqasi tushsa, ishlamasdan apellyatsiya berib chiqaman. Apellyatsiyaga qatnashaman. Sababi sizlar umum ta'lim fanlarini bilish darajasi deb beryapsizlar. Bu ma'lumotlar umum ta'lim fanlarida yo'q degan men sudga bo'lsa ham beraman. O'tgan yil apellyatsiyani ham sudga beraman degandim. Attestatsiyani ham 4 ta savol bo'yicha. 4 ta savol 8 ball deganida aka. Jamshid aka. Eshityapsizmi? Eshityapman.
8 baldagi o'sha men sudga beraman deganman. Ular birdaniga meni maktabimga yopishib boshlagan. Maktabda unaqa edi, maktabda. Keyin direktor bilan maslahat qildim. Ustoz shunaqa bo'layapti dedim. Direktor qo'rqadi-da, birdaniga Habibulla teginmang, siz shu attestatsiya emas, shunaqasiga ham pul topayapsiz-ku. Repetitor qilasiz, boshqa joydan pulingizni topayapsiz. Maktabni ko'p kavlab tashlaydi sizni orqangizdan, hozir siz sudga bersangiz. Bu yerda ko'p kamchiliklar chiqib qoladi, bizga muammo bo'ladi dedi. Bermang dedi. Xo'p dedim. Bu yil u maktabda ishlayotganim yo'q. Apellyatsiyaga bo'lsa ham beraman. Keyin milliy sertifikat hech joyda men masalan ro'yxatdan o'tmaganman. Agar qo'shkirasingover yoki penetrantlik shu oliy ta'lim muassasalarida bor ma'lumotlar kelsa, ishlamasdan apellyatsiya bermoqchiman. Sudgacha qatnashmoqchiman. Sababi nega bizga umum ta'lim fanlarini bilish darajasi deb beryapti? Bo'lmasa xalqaro sertifikat deb bersin. 20% emasda 50% ustama bersin. Unga chiday olmaydi-da. Shu tomonlari bor aka. Topshiring, men ham topshiraman. Shuni kelishaylik aka, ko'pchilik bo'lib shuni kelishaylik. Mana qo'shkirasingo'rdi aka, men ham agar qo'shkirasingo'rdi, men ham tushunaman. Zo'r bo'lmasam ham, sizchalik bo'lmasam ham yoki o'shalarchalik bo'lmasam ham tushunaman. Amallab ishlab chiqaman, javobini topib chiqaman-da. Albatta. Yoki boshqa masalalariga ham shunaqa. Lekin bizda faqat matematik aytmoqchi bo'lganim nazariyasi bo'lmagan ma'lumot asosida savol tuzilishi, o'sha asosida masala tuzilishi qanchalik to'g'ri? Masalan, genetika o'qib, mana 41-42 da genetika, Hardweinberg yoki Atefdan murakkab yoki genetikadan 64 talik katagli beradi. U to'g'ri. Sababi genetikaning nazariy ma'lumoti darslikda 10-sinfda ham, 11-sinfda ham, 9-sinfda ham turibdi. Unga yo'q, e'tiroz yo'q. Lekin mana shu ma'lumotlarga o'tgan yil shu muammoni ham ko'targanman. Mana attestatsiyaga kalkulyator beradi-yu. Jamshid aka attestatsiyaga kirgansizmi, yo'qmi? Yo'q, men to'g'risi maktabda umuman ishlamayman, faqat repetitor. Bo'ldi, tushundim aka. Mana men attestatsiyaga 3 marta kirdim, 2024 bahorga, kuzga, 2025 bahorgisiga. Kalkulyator mana burchagida turadi, kompyuterda burchagida turadi. Bu ham o'qituvchilarning e'tirozidan kelib chiqib qo'ydi. Ya'ni o'zbek xalqida zo'r bitta gap bor. Bola yig'lamasa onasi sut bermaydi. O'shanda qo'ydi. Men shuni aytdim. Milliy sertifikat savollariga savollar darajasi zo'r bo'lsin. Lekin u yerda hech bo'lmasa boyagi kichkinagina bitta kalkulyator bor-ku. Biz 600 mingga yaqin pul to'laymiz, bitta kalkulyator ham qo'yib qo'ysin o'sha yerda. O'sha kalkulyatorga olib kelib hisob-kitob qilish uchun ham ilm kerak-da. Hech narsani bilmagan odam uni kalkulyatorga hisob-kitob qila olmaydi. To'g'ri. Masalan, shunday qo'shkirasingo'rdi. Savol borda, shu 8 kunlik genetika nimangiz, attestatsiya guruhingiz bor ekan-ku, 8 kunlik. Shunda ham qarang, shu ustoz bilan birga o'tyapsizlarmi? Kim o'tyapti o'sha? Mana shunday tahlil bo'lyaptimi? Jamshid aka bilan biz boshlayapmiz. Mana bugun boshladik. O'sha Jamshid aka o'tib beradi. Testlarni muallifi ham Jamshid akani o'zi, mana shu ustozni o'zi. Har bir savolni, har bir xuddi shunaqa qilib tahlil qilib beradi. Undan tashqari mendagi attestatsiyadagi tushgan savollar barchasini tahlillarini tayyorlaganman. Ularni ham joylab ketaveraman. Bugun joylab qo'ydim. Hozircha hali u guruhga qabul davom etyapti. Jamshid aka, bugun sizni ham qo'shib qo'yaman. Hali yangi guruh ochdim bugun. Unga ham o'zingizning ma'lumotlaringizni, tahlillaringizni joylab ketaverasiz. Bugundan boshlab bugun bitta joylasangiz, boyagi variantlaringizdan men bitta variant joylab qo'ydim tahlillari bilan. Men bitta qarangda. Shunga Habibulla, agar iloji bo'lsa men DNK masalalari, ATF masalalarini darsliklarga ham tashlab bermoqchiman o'qituvchilar uchun. Yoki xohlasa o'tib beraman o'sha yerda. Yo'q, guruh qilamiz aka. Yo'q, o'tib bersangiz vaqt ko'proq ketib qoladi aka. Yopiq guruh qilamiz uni.
hozir ochiq guruh bo'lib turibdi. Bugun men bitta variantni attestatsiyaga tushgan testlarni 40 talik savolni tahlili bilan joylab qo'ydim. Hali u yangi guruh o'zi 5 kishimi 6 kishi bor u guruhda. Endi qo'shilyapti. Birdan to'lovni oldindan olib qo'shyapman. To'lov bo'lmasa qo'shish yo'q. Ko'pchilik o'tgan yil aldab ketgan. O'shaning uchun qo'shmaymiz u. Biz ertaga muammo bo'lib qoladi. Sizni ham qo'shib admin qilaman aka. O'zingizning ma'lumotlaringizni o'sha bitta variantni to'liq tahlili bilan xuddi shunaqa qilib joylab berasiz. Bo'ladi. Har kuniga bittadan ketsak ham 8 kunda biz 8 ta variant, 40 tadan yoki 35 tadan savol bo'lsa, ancha savolni ko'rib tashlaymiz-da. Xudo xolasa savollar uyaltirmaydi. Savollaringiz zo'r, savollaringiz unisiga gap yo'q aka. Xudo xolasa minnatdor bo'lishadi. Bundan keyin ham hamkorlikda birga ishlaymiz, xudo xolasa. Darslar o'tib. Astoydil. Xudo xolasa. Milliy sertifikatga, yo'q, attestatsiyadan o'tib olsak, milliy sertifikatga guruh ochamiz aka. O'shaning uchun mana kanalda aktivini oshiramiz, kanalda qiziquvchilarni jalb qilish uchun ham shunaqa kanalda chat o'tkazishimiz kerak. Bo'lmasam har 3 kundami bir marta mana shu penetrantlik, ekspressivliklarni o'tib beraveraman agar nima bo'lsa, o'sha kursimizdan tashqari bir vaqt topib 3 kunda bir marta mana shunaqa video dars qilib o'tib beraman. Bo'ldi, video dars qilib o'tib berasiz, muammosi yo'q. Hozir buni davom ettirsangiz bo'ladi. Endi sal lirik chekinish bo'lib ketdi. Men ba'zi vaqtda shu azartim qo'zib qoladi. Qarang, yaqinda ustoz shu Qurbonali Erkayev degan ustozni eshitgansizmi yo'qmi, kitoblarini sotyapti-ku. Taniyman. 4-5 oktyabr kuni webinar tashkil qilindi. O'shanga shu kitoblarni ham nima qilgan yaxshimi yoki o'zimizning darslik yaxshimi? Ko'rdimda 600 ming to'lovi bor ekan. Bir martalikda 11 oy davomida milliy sertifikatga tayyorlar ekan. Uni ham ko'rib chiqdim-da. Men javob beraman buni. Qurbonali Erkayevni ko'pdan buyon taniyman. Meni hamyurtim bo'ladi, Qashqadaryolik yigit, meditsinani tugatgan, u pedagogikani tugatmagan. Endi u boyagi webinar dastlab u kanal Zarnigor degan ustoz uchun ochilgandi, bilsangiz, ko'rgan bo'lsangiz. O'sha Zarnigor degan ustoz bilan kanal adminlari qandaqadir kelishmovchilik bo'lganda, Zarnigor ustoz admin bo'lgandan keyin birinchi bo'lib menga telefon qildi u. O'sha kanal adminlari shu webinar qilyapmiz, shunaqa o'tib bering dedi. Xo'p, o'tib beraman, keyinchi dedim. Asosan siz attestatsiya bilan shug'ullanar ekansiz, attestatsiyaga shug'ullanganingiz uchun o'tib bering dedi. Xo'p dedim. Keyinchalik nima qilamiz dedim. Keyinchalik pulli kursga reklama beramiz. Xo'p, pulli kurslaring qanaqa bo'ladi deganimda, eng arzoni ham 370 ming so'mmi shunaqa ekan. Men aytdim 2020-yildan buyon o'qituvchilarni attestatsiyaga tayyorlayman dedim. O'zi bir oyga eng qimmat o'tgich men dedim, 200 ming so'mga o'taman. Shunga qiynaladi. Sizlar aytayotgan 370 ming so'm pul o'qituvchilarda yo'q. Ko'pchiligi bir oyda 370 ming so'm olmaydi, 4 soat darsi bor. Attestatsiya uchun qiynalib qoladi, u to'lamaydi uncha pulga. Deganimda yo'q, sizlar unaqa deysizlar, sinaqa bunaqa deysizlar. Men unda o'ta olmayman, unaqa qimmatga o'qituvchilar qatnashmaydi, ularni cho'ntagi ko'tarmaydi deb javob berdim. Keyin Qurbonali bilan gaplashgan. Qurbonali asosan 3 kunmi webinar qildida, keyin o'zining kitoblarini sotyapti. O'zining kitoblari yaxshi kitob, zo'r kitob. Endi asosan milliy sertifikat uchun kitoblar tayyorlagan Qurbonali Erkayev. Kitoblarga hech bonosim yo'q. Kanal adminlari bilan kelishuv qilganda, qanaqa kelishuv qilgan bo'lsa, lekin 600 ming, 700 ming deb baholash o'qituvchilar uchun sal qimmatlik qiladi. Sababi o'qituvchilarning oyligi u darajada ko'p emasda. Men 2020-yildan buyon o'qituvchilar bilan birgalikda ishlayman. Ko'pchilik o'qituvchilarni maktabda 4 soat, 6 soat darsi bor. U qanaqa qilib uncha pulni to'laydi? O'sha tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak. Endi o'z shaxsiy fikrim, Qurbonalini ham yoki u kanal adminlarini ham yomonlamoqchi emasman, o'sha joy noto'g'ri bo'lgan demoqchiman. Yana ham o'zlari biladi, omadini bersin. Nazariya ham o'tiladimi bunda? Darsliklarini sotib olishga ikkilandimda, hech unday nimani ko'rganim yo'q edim. Ularning testlarini
ko'rdim, ishlash analarini ko'rdim, darajalari yaxshi ekan. Yaxshi, yaxshi, unisida gap yo'q. Ha, shunga so'rab ko'ray degandim birinchi. Qurbonali erkak o'zi bilan degan gaplashsangiz ham guruhlar. bo'ladi. Ular bilan muloqot qilmasdan ham o'zingiz gaplashsangiz ham bo'ladi. O'zi qanaqa pulga sotadigan bo'lsa, balki chegirma qilib berar. Baribir pulga taqalgandan keyin o'qituvchilar dars ko'pmasda, o'sha tomoniga ko'p pul oylik olmaydi. Hozir bu attestatsiya tayyorlaydigan guruhmi? Ha, attestatsiya tayyorlaydigan guruh. Yo'q, xuddi shunday. Qanaqa? Masalan, 22 dan keyin boshlaymiz. Hozirgi bugungi darsimiz sertifikat darajasida bo'lyapti-ku. Qo'shib singur attestatsiyada bo'lmaydi ustozlar. Mana hozir Jamshid ustoz sizlarga qo'shib singorni nazariyasini hamda video darslarini tushuntirib berdi. O'sha masalasini yechimlarini tushuntirib berdi. Uni hammasi aslida milliy sertifikatda tushadi. Qo'shib singor men attestatsiyaga 3 marta qatnashgan bo'ladigan bo'lsam, 3 martada ham qo'shib singor yo'q edi. Ana x kvadrat Fisher jadvali bo'ladi, lekin qo'shib singor mavjud emas. Shu vaqtgacha attestatsiyaga qatnashgan bo'lsam. X kvadrat bundan osonroq lekin. X kvadratga ham kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. U ham tushunganga oson, tushunmaganga qiyin. Jadvalini berib qo'ysa oson-ku. Jadvalni bermaydi-da u ham. Jadvalini bermaydi. Albatta nazariya bu. Kamdan-kam holatda beradi. ustoz 8 kunlik darslarimiz qaysi vaqt bo'lyapti? Boshladik. Bugun boshladik. Guruhga ma'lumotlar yuklangan, bemalol guruhdagilar ko'rib olaveradi. Jamshid aka, masalalar bo'yicha davom etasizmi? Nima qilamiz aka? Masalalar bugunga bo'ladi. Mana shu bitta masalani ichida mana deyarli qo'shib Krasingoverda tushadigan hammasini ko'rib chiqdik. Bir tomonlamasini gruppada nimada sertifikat gruppa ochganimizda buni boshqacha variantlari, ikki tomonlama qo'shib Krasingoveri bor. Bu tomondan teskari tomonga qarab ketish jarayonlari bo'ladi. Ularni tushuntirib ketaman. Bugunga yetadi menimcha. Chunki hozir narga tahlil qilishim kerak. Sizga guruhda linkini tashlab qo'yaman, Jamshid aka. Hozir bu yerdagilarda kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol savol berishlaringiz mumkin, ustozlar. Assalomu alaykum. Bu yilgi sertifikat biologiya imtihonlari qachon? Noyabr oyidami yo yanvar oyida bo'ladimi? Shuni bilmayman. 29-30 noyabr kunlari bo'ladi kuzgi sertifikat. Keyingisi bahorgisi 26-yil qachon bo'lishi aniq emas. Jamshid aka, hozirgacha bo'lganini yozib olinganini o'chirsangiz bo'ladi. Sizga tushadimi, menga tushadimi bilmadim, lekin yozib olingani kanalga joylab qo'yamiz. Menga tushadi. O'chirib qo'yaveraymi hozir? Hozir aka, imkoni bo'lsa o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Menga ham tushsa kerak. Chat o'chib qolar ekanda.